24 oktyabr 2025 kuni soat 18:10 da Mening yurtim kanalida Qodirxon Togri yo'l serialining 10-mavsumining 25 qismi namoyish etiladi. Har bir yangi qism tomoshabinlarga yangi hissiyotlar va kutilmagan voqealarni taqdim etadi, voqealarni sabrsizlik bilan kuzatishga majbur qiladi. Ushbu qism ayniqsa qiziqarli bo'lishi kutilmoqda, chunki ssenaristlar yana nozik psixologik drama va qahramonlar o'rtasidagi munosabatlarni ustalik bilan namoyish etmoqda. Syujet ajoyib dinamikada davom etadi. Qahramonlar yangi sinovlar bilan yuzlashadi, ularning qarorlari esa hikoyaning keyingi rivojiga ta'sir qiladi. Aktyorlar oyini alohida e'tiborni tortadi, har bir sahnani jonli va ishonarli qiladi. Qodirxon Togri yo'l oilaviy qadriyatlar va zamonaviy ijtimoiy muammolarni ustalik bilan uyg'unlashtiradi. Shu sababli serial o'z dolzarbligini va tomoshabinlar mehrini yo'qotmaydi. Ushbu qism tomoshabinda engil hayajon va ilhom hissi qoldiradi. Qahramonlar bilan keyingi uchrashuvni intizorlik bilan kutishga majbur qiladi. Qodirxon Togri yo'l dramatizm va realizm uyg'unligini davom ettirib, tomoshabin e'tiborini birinchi sahnadan so'nggi daqiqagacha ushlab turadi.